Eke ülke, eke singiller hakkında bir gap eshitdim az dostlar. Eğer şu hozir mening gaplayacak gaplarim doğru bo'lsa, kommentariyga doğru deb yozib keting do'stim. Agar gaplarim noto'g'ri bo'lsa, kommentariyga noto'g'ri deb yozib keting ada. Eshiting. Aka uka, aka singillarning arasini 3 narsa buzadi deb eshitdim do'stlar. Birinchisi shayton buzadi deb eshitdim. Aka uka, aka singillarning arasini. İkincisi pul buzadi deb eshitdim. Aka uka, aka singillarning arasini. Üçüncüsü ise xatın. Aka uka, aka singillarning arasini xatın buzadi deb eshitdim. Do'stlar, men bu gapga qo'shilmayman-da, bu uchisini ham qo'shilmayman-da do'stlar. Agar aka ukalar, aka singillar bir-birine mehrli, bir-birine oqibatli bo'lsa boqa, buni hech narsa buzib bilmaydi menimcha do'stlar. Agar shu gaplarim to'g'ri bo'lsa, kommentariyada kutaman sizni. Addushi hurmatda siz sog' bo'lasiz.